Rafinha ortiq chidolmadi va media sahifalariga o'zini borini gapirib chiqdi. Videoda oxirigacha ko'ring va kanalimga podpiska bosish esdan chiqmasin, chunki biz 50 mingta bo'lishimiz kerak. Rafinha kuni kecha o'zining Instagram tarmog'ida storieslarida shunday izohlar qoldirdi va bu narsalar to'g'ridan-to'g'ri o'sha nohaqlik qilgan odamlarga nisbatan norozichilik bilan chiqdi. Gap shundaki, Rafinha oltin to'p poygasida 5-o'rinni egalladi va yilning eng yaxshi terma jamoasiga ham kiritilmadi. Chempionlar Ligasining eng yaxshi o'yinchisi bo'la turib, eng yaxshisini berishmadi. Faqatgina Dembele oldi bu narsalarni. Shuning uchun Rafinha o'zini nohaqlik qurboni deb atadi va storieslarda shunday izohlar qoldirdi. Ronaldoning rekordini hech kim takrorlay olmadi Chempionlar Ligasidagi, lekin Rafinha bundan mustasno. Messiga o'xshab gol va plus assistda eng yaxshi o'yinchi bo'lishga hech kim harakat ham qila olmadi Chempionlar Ligasida, lekin Rafinha bundan mustasno. Barselonada Messi Suarez ketgandan keyin 50 dan ortiq o'yinda 50 tadan ko'proq gol urgan futbolchini hali ko'rmadim, lekin Rafinha bundan mustasno. Hech qaysi braziliyalik Chempionlar Ligasida 10 tadan ortiq gol urmagan, lekin Rafinha bundan mustasno. Hech kim o'yinlar sonidan ko'ra gollarda ko'proq ishtirok etmagan, Rafinha bundan mustasno.